Nima uchun erkakni yonini olaverasiz Amira opa? Nima uchun faqat erkaklar haqida yaxshi gapirasiz-da? Bizani mana bunaqa qilasiz deyishganda men aytamanki, chunki biz o'zimiz ko'p joyda vinovatmiz aslida. Ko'p narsada yo'q joydan muammo qidiramiz. Emotsional xilqatmizda emotsionalmiz. Mana shu emotsiyalarimizni boshqara olmay qolamiz. Bir oyda sikl bo'ladi-yu, mana nechta siklni yashab o'tamiz, fazalarimiz bor, o'zimizni ovulyatsiya payti bor, boshqasi bor, boshqa har holatda ayol ming xil gormonal o'zgarishlarga duch keladi organizm. Shu ming xil gormonal o'zgarishga duch kelganda emotsiyalari jo'shab turgan joyda boshqara olmay qoladi o'sha emotsiyasini. Nima qiladi? Yashayotgan hayotida prosta muammo qidirishni boshlaydi. Yashayotgan joyida eridan telefonini kovlashni boshlaydi. Kim bilan bordi, nima qildi? O'zingizga ishoning, salgina o'zingizga bo'lgan hurmatingizni joyiga qo'ying. O'zini hurmat qiladigan ayol bilib qo'ying, ikki dunyoda erining telefonini titkilamaydi. O'zini hurmat qiladigan ayol ikki dunyoda eriga bo'lgan qanaqadir bitta ayol bilan salomlashsaga, gaplashsaga shubha gumonga bormaydi, chunki o'ziga ishonadi. Chunki o'zini hurmat qiladi. O'ziga bo'lgan munosabati to'g'ri. Faqatgina o'zi bilan munosabati noto'g'ri bo'lgan ayollargina, mana o'zim bilan munosabatim noto'g'ri, shuning uchun men o'ylaymanki, erim ham men bilan noto'g'ri munosabatda. Shuning uchun men o'ylayman, erim ham menga yolg'on gapiryapti, meni aldayapti degan fikr va gumonlar ichida yashaydi. Shuning uchun bunaqa gumonsirab, bunaqa xayollarda yashasangizga doim bitta narsani o'ylang. Men hozir qanaqa fikrlayapman? Mana shu fikr meni o'stiryaptimi yo meni buzyaptimi yo meni pastga tortyaptimi? Ana shu juda ham muhim qizlar.